Assalomu alaykum, yo'l yo'lakay kuzatuvchilari. Biz nihoyat shahar sentridamiz, Farg'ona shaharida. Ya'ni Yangi yil shukuhi juda ham zo'r ketyapti, o'rtoqlar. Havo yomg'irli, sovuq bo'lishiga qaramasdan, archalar, xullas bayramona kayfiyat juda ham yaxshi. Agar uzoqda musofirda bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib kuzatishingiz mumkin. Farg'ona shaharida hozir Yangi yil boshlandi. Hozir 10 dekabr 2025-yil 10 dekabr. Farg'ona bog'i. Yangi yilga 20 kun qoldi. 21 kun. Yangi yilga 21 kun qoldi. O'rtoqlar, o'sha archaga boramiz sizlar bilan birgalikda. Videoni shu joyiga kelgan bo'lsangiz, bitta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turing, kommentariyada izohlarda qoldiring. Yana qayerlarni obzor qilaylik. Shu joylarda ham chiroyli kreativni obzor qilib beramiz, o'rtoqlar. Faqat sizlardan bizga bitta podдержка. Farg'ona shahar ichi bog'i ham ancha o'zgargan. Sababi 10 yil oldingi bog' qanaqa-yu, hozirgi bog' qanaqa? Tak, bu tarafda haligi o'yinchoqlar o'ynashyapti bolajonlar. Hech yutganini ko'rmadim birortasini. To'xtaymiz, ko'rsatamiz. Agar qiziq bo'lsa, shu o'yinni ko'rsatamiz. Yutib oldi. Kim yutib oldingmi? Gap yo'q, nechta urinishda yutib olding? Gap yo'q. Bitta urinishda yutib oldi. Ikki yutganlar ko'rmadik, lekin yutib olishdi. 10 martada bir marta. Gap yo'q. Bu joyda kim marojniy yegan, o'rtoqlar? Legenda joy, ya'ni marojniy degan joy. Bu qishda ham ishlaydi. Aka! YouTube'ga kontent olyapman. Aka kelaverasizlar. Rozi bo'lasiz. Xullas, bu joyga oxirgi marta qachon kelgansiz? Ya'ni Farg'ona shahar bog'iga qachon kelgansiz? Bundan 10 yil oldin bu bog'lar bu darajada zo'r, komfortli bo'lmagan edi, lekin hozir cho'tka rivoj topgan. Bu joyda kim biladi? Men shu joyda to'g'risi men juda ham ko'p yuraman. Bu joyda lekin nimaligini bilmayman. Bu joyda o'zi nima joylashgan, faoliyati nima? Juda ham haligi men uchun jumboq bo'lib qolgan, kirmaganman shu joyga. Archaga ham yaqinlashib qoldik, xudo xohlasa. O'rtoqlar, sizlar qancha bizga obuna bo'lib, qancha kommentariyada aktiv bo'lib, yaqinlaringizga jo'natsalaringiz, biz shuncha kontentni ko'proq chiqaramiz. Atak bu tarafda chiroqlar ham endi kechqurun chiroyli bo'ladi-da, bu taraflar ham zo'r bo'lib. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yilgi Yangi yilda qanaqa bo'ladi bayramlar? O'tgan yilgi qanaqa bo'lgan bayram? Hozirgi bayram qanaqa bo'ladi? O'zlaringiz fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Nima fikrdasizlar? Kim qanaqa orzularda bu yilgi Yangi yilda? Kim qaysi vaqt ko'rganingizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizga juda ham kerak, sababi sizlarni aktivlaringizni ko'rishimiz kerak, o'rtoqlar. Bunaqa joylar qilib qo'ygan, chiroyli, komfortli joy. Yomg'irda ham to'siq bemalol kirib o'tirsanglar bo'ladi. Bu joyda va nihoyat biz archaga yaqinlashib qoldik. Atmosfera hozircha zo'r. Va nihoyat biz archaga kirib keldik. Archani qo'yilishi avjida deyarli tayyor archamiz.
fontanni ichida qilib qo'ygan va bog'ga kirish. Mana fontanni. O'zi past tomoni qolibdi xolos. Past tomonini chiroyli qilib qo'yishsa bo'ldi. Lekin juda ham keng, katta. Men 05 kadr olganim uchun bilinmayotgandir, lekin juda ham katta archa o'rtoqlar. 10 metrdan baland bo'lsa kerak bu archa. Siz kelaverasizlar, shu joydamiz. Kanalimiz rivojini topish uchun o'rtoqlar, sizlar maksimalni kommentariy yozib, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xohlasa, hali bundan ham zo'r kontentlar chiqarish arafasindamiz. Yo'l-yo'lakayga obuna bo'ling. Rahmat.